Meni hamma atpiska qilib, butun dunyo meni yomon ko'rib qolsa ham, akalar, men har doim haqiqatni gapiradigan odamman va sizlarga futbol temasida ozgina haqiqatni gapirib o'taman. Ko'pchiliginglar qiziqdinglar, so'radinglar. Shohrux nimaga oxirgi o'yinga kirmasdan tashqarida o'tirding deb. Men va yuzlab o'zbeklar o'yinga kira olmasdan tashqarida o'tirishdi. Sababi nima? Sababi 200, 300, 400 dollarlik biletlar, 900 dollar, 1000 dollar, 1,5 dollargacha sun'iy ravishda kimlarnidir tomonidan ko'tarildi. Endi kavlanmaylik, kimlarnidir tomonidan kimligini aytmasdan. Undan tashqari 50 dollardan terma jamoamizning futbolkalari sotildi. Kechirasizlar, men kiyadigan Nike krossovkalar Amerikada 35-40 dollar turibdi. Originalni Nike. Lekin sizlar sotyapti turgan, menimcha ko'pchilikdan eshitdim, lekin fakt yo'q. Tekinga tarqatilgan futbolkalarni 50 dollardan sotib soqa qildinglar. Terma jamoamizni fan klubiga, Nodir akalarga va atrofdagi akalarga rahmat deyman. Sababi men vashshe boshqa musor joydan joy olganman. Ular o'zlariga chaqirib, birinchi o'yinda davay Shohrux bizni fan klubga qo'shil, mana shu yerda biz billa baqir-chaqir qilamiz, podjeshkani yoryapsan dedi. Shunchalik podjeshka qilsak ham akalar, ikkinchi o'yinga bizda imkoniyat bo'lmadi kirishga. Va yana qo'shimchasiga osmonda yurgan akalarimiz bor ekan. Akalar, ishoninglar, har taraflama sizlardan oldindamiz. Men piston palon deb gapirib chiqmay, sal boshinglardagi tojlarni yechib yerga tushinglar. Sizlarga zorligim ham yo'q, boshqa ham yo'q. Men birtim meni anaqam sizlarga. Prosta o'zinglarga ertaga minus bo'ladi, uje minus bo'lyapti. Men ko'rdim, juda ham ko'pchilik menga qilgan e'tibori hamda hurmati. Rahmat narod, biz birgamiz, biz yerdamiz, biz bir-birimizni oramizdamiz, biz uchib yurmaymiz akalar. Sizlarni yaxshi ko'raman hammalar, sog' bo'linglar. Bilet temasi bo'yicha men 3-4 kun oldin bir ikkita akalar bilan maslahatlashganman, olib chiqaman deb futbolkani ham. Kimda isbot dalil bo'lsa meni lichkamga tashinglar. Kimlar agar shu temani deb futbolga kira olmagan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, biz kira olmadik. Sababi bilet qimmat bo'lib ketgani uchun deb. Terma jamoani podjeshka qilamiz deb borishgan bo'lsa, mana shunaqa qilib sun'iy ravishda soqa qilib yotishibdi odamlar, bilasiz.